harom pul uyga yetib bormaydi ro'zg'or. Haloli oyligiga yetib boradi. Jamiyatda korrupsiya illatiga nisbatan murosasiz muhitni shakllantirishga qaratilgan tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Uyliga yetib bormaydigan bebaraka pul deb sizlardan iltimos qilardim, oilalarni tinchligini buzmaydi. Bilinga qarshi chiqqan rahbarni to'g'risi xafa bo'lmaydi. Men korrupsioner deyman. Rahbar ahmoq bo'lsa, xodim ahmoq bo'lishi shart emas. O'sha rahbar to'g'risi ma'lumot beringlar, men o'sha rahbar bilan xayrlashib qo'ya qolaman. U bilan chora ko'radiganlar bor. Ben xohlaymanki sohada ozgina yuragi achishadigan, jiz etadigan odamlar qolishi. 16 yil ishlab, 2 oy rahbar bo'lib, $400 uchun 2 yil qamalib ketdi shu odam. Misqollab yig'ilgan obro' tugadi. Shu illatni yo'q qilaydi. Boy bo'lmaysizlar buni orqasida. Yillab misqollab yig'ilgan obro'ylarni o'ylaydi. Farzandlaringlarni o'ylaydi. Bugungi bir kunlik, 2 kunlik maishatvozlik, boshqasi boy bo'laman degan xom xayol bilan ikki o'rtada o'zinglarni nobud qilmaylar, farzandlaringlarni nobud qilmaylar.